Hammaga assalomu alaykum. Bizlarda keyingi navbatdagi sizlarga taqdim etadigan joyimiz yer maydoni 600 km bo'ladi. Mana aldilari qo'shimcha berilgan yer bo'ladi. Ko'rib tursiz, polni egilib turibdi. Eriklari bor, yuzimlari bor, hamma narsasi chiroyli, aldini gullayib qo'yibdi. Atizdan yegib foydalansangiz bo'ladi. Vodoprovod kelib turibdi yang'anasida. Ko'cha polni asfalt bo'tir, yaningizda to'yxona, maktab hammasi bir joyda. Adresni tushuntirib o'tamiz. Adresimiz Taza Aeroport City'da bo'ladi. Qoq markazida qaynoq yerda. Aeroportga kirib kelishimiz mana shunday. Kelganimizda ana baliqxonalar, kafelar bor to'rda. Mana shu ko'chamiz asfalt bo'lgan yeri tamom bo'lgandan keyin bu yog'ina yana bir ozgina yurasiz. Bu yog'ingiz ham o'sha asfalt bo'tir tayyorlab qo'ydilar, qirib, tekislab. Yaqinda xudo xolasa tez kunlarda bir haftaning ichida asfalt bo'ladi. Yanında Xo'stovar do'koni, bu yog'inda Tamara to'yxona mana. Tamara to'yxonaga yetmay, o'ng qo'limizda yo'lning bo'yinda ana shunday zo'r joyda joylashgan. Aynagina sal yursangiz Ostanovka magazini bor. Aynag'ında maktab bilan desati bir qadam yonida hech qanday uzoqqa boruvchi shart emas. Agar bu yoqqa bermayman desa, bu yoqda da mana sal yursangiz 9-maktabga adashmasam 8-maktab yana shu bor yo'lning bo'yinda. Endi esa uyning ichini ko'rsatib chiqamiz. Yer maydoni 6 sotik, mana sirtini ko'rdingiz, polni. Uy polni shifrlangan, mana chertakning tiylari ham hammasi chertak ishlanib ajoyib bo'lib turibdi. Bu yog'imiz mana garaj. Garajning ishlari ham sayash quyilgan. Aynanda ko'rib turgan eshigingiz charxovga uzunlab ketgan. Qarasangiz darvoza ochib bersangiz ham bo'ladi, orqaga mashina o'tirsangiz ham bo'ladi. Shu yerning o'zini ikki mashina sishadi. Agar bir taxo-paxo gelek-belek bo'lsa-da bilmadim, lekin ikki mashina sishmay qoladi unday vaqtida. Endi bu yog'imiz uyning kirishi to'g'indan, suvundan aytganimizday muammosi yo'q mana. Endi bu yerda avval gaz ham bo'lganda mana gazim ishchilar turibdi. Uyimizning kirishi bo'ladi. Kirganda kundalik o'tiradigan hol, polo patolog ishlangan, konditsioner qo'yilib turibdi. Bu yoqda mana chap qo'lda birinchi zalimiz bo'ladi. Zalning ishlarini ko'rsatamiz. Peshlari qo'yilgan, oynasi ko'chaga qaragan. Bu yoqda esa ikkinchi zalimiz. Bu uyning qurilish zaldan iboratmi demanglar. Buning spanellari bor, hali orqa yoqda, lekin hali ishlanmagan, to'liq ishlanib bo'lmaganlik, patologiya poli ishlangan. Alinganda bo'rimiz hozir временный кухня etib foydalanyaptilar. Bu yerda xalasangiz spanel qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Alın bu yog'imizni mana orqa yoqda ko'rishingiz mumkin. Orqa yoqdan ko'rinishi bo'ladi. Mana bir koridor bilan bu yog'inda yana mana qo'shimcha xonalar. Bir xona, ikki xona, 3 xona, 4 xona o'xshi. Bu yog'inda yana qo'shimcha 4 xonasi bor, ichkarida 3 xona. O'xshi 7 xona bo'ladi. Mana bir koridor bilan mana xonalarga kirib ketiladi. Bu yog'ingizga shunda eshik qo'yasiz. Mana orqa yoqning agoroti. Orqa yoq polniy zaburaylangan hamma yeri. Yana mishka, sit hojatxonalar hamma narsasini planlashtirib qo'yibdi. Uyimiz polniy shifrlangan. İlk xonasida pesh tushib turibdi. Salonishida gap yo'q, fundamentlari makka. Mana orqa yoqda ko'rib turibsiz. Mana qarang, bu yerda halang bir agorot eting. Halang ustlarini naviset tashganda bir tashgan bo'lsin, bir dacha etib qo'ying. Aytdim-ku, yanda bir gelek-belek olgan vaqtingizda bu yoqda bir demal taqim maskan etib qo'ysangiz, o'sha bo'ringiz shunday zo'r lokatsiyalardan bo'tir, hadoy sochiklardan biri bu. Bu yoqda mana qo'ng'ishlarning ekib qo'ygan atizlarini qarang, hamma yeri ko'kalamizlar bog' bo'lib turibdi. Adam kelgan yerda narsa ko'raveradi. Odamning o'zina qaraydi. Shuning uchun bu yog'ini siz ham kelib bir bag'rog'i chiroyli etib qo'yaman desangiz, o'zingizning ixtiyoringizda. Bahasi ham bir chiroyli bahada aytilyapti. Adresini ham aytamiz. Adresimiz Taza Aeroport. Shunday kelsangiz, asfalt tamom bo'lgandan keyin bu yog'ini salgina yo'q, Tamara to'yxonaga yetmay, o'ng qo'lda yo'lning bo'yinda. Bahasi 37 ming dollar aytilyapti. Qaytib kelish bertaylari bor, kelib bemalol ko'rasiz. Dokumentdan muammosi yo'q. Prям atingizga o'tib ketaveradi. Notarius bir kunda ishlaysiz. Agar dokumentingizga yordam kerak bo'lsa, ona ham yordamini beramiz. Mana uyning satatallar o'zlari hal etadi. Bahasini o'zingiz savdolashib olasizlar. Bizlar savdoga aralashmaymiz. Bizlar faqat ekib ko'rsatuvchi. Kelib ko'rajak bo'lsangiz, pastaga nomerlarga telefon eting. Men o'zim ekib ko'rsataman. Mashinangiz yo'q bo'lsa, bemalol ekib ko'rsatib, uyning egasi bilan bemalol savdosini qilaverasiz. Shunday uy yuzlariga videoni sirasiz yuborib qo'ying. Sizlar bilan men Ixtiyor Mitchanovich.